Bugun особенный kun bayroq qurishim bo'yicha. Chunki men Minecraftda haqiqiy yuragi bo'lgan davlatning imperiyasini qurdim. Bayrog'ini. Ko'plar bilsa bilsin, bosh harfi Sh. Va tanishib qo'ying. Shvetsiya imperiyasi. Qanday chiqibdi? Undan necha baho berasizlar? Shvetsiya avval butun Skandinaviyani boshqargan. Ichiga Finlandiyani, butun Baltikani, да, конечно, Norvegiyani ham olgan. Shunaqa katta davlat bo'lgan. Keyinchalik u yarmini Rossiya imperiyasini yo'qotgan, qolgan yarmi mustaqil bo'lgan. Shunday qilib Shvetsiya butun imperiyasini yo'qotgan. Aynan shunaqa. Izohlarda 10 dan necha baho berishinglarni yozib qo'yamiz. Sizlar bilan qishloq edi. Hammaga xayr.